Hashamatli villa, qasrlar, lyuks toifadagi avtomobillar, mashhur brendlar, tashvishsiz hayot. Lekin bitta bosh og'rig'i bor. Shuncha pulni qayerga qo'yish kerak? Qora xalq narkokartel xo'jayinlarini aynan shunaqa tasavvur qiladi. Rostdan ham shunaqami yoki o'zimiz Gollivud blockbusterlarini ko'rib, shunaqa obrazlarni yasab olganmizmi? Keling, bugun birga aniqlaymiz. Qadrli tomoshabin, sizni tabriklayman. O'zimni oldingi video chiqarishlarimdan asosan Darknet dunyosidagi Rossiya segmentining eng oxirgi va muhim yangiliklariga to'xtalgandim. Bugun men siz bilan mafia industriyasini istalgan vakilini aniq qiziqtiradigan mavzuda gaplashmoqchiman. Bugun siz Darknetda faoliyat yuritayotgan narkokartel o'rtacha qancha pul ishlab topishini bilib olasiz. Hammasini boshidan boshlaymiz. Narkokartel xo'jayinlari cho'ntagiga qancha pul kelib tushishini bilish uchun kartel faoliyat ko'rsatayotgan joylardagi oborot hamda komissiyalarni batafsil hal qilishimiz kerak. O'rtacha hisobda top do'konlar yoki do'konlar tarmog'i oyiga 150-200 million rubl oborot bilan 500 mingdan 1 million dollargacha sof foyda keltiradi. Bu summa marketplace komissiyasini hisobga olgan holda ko'rsatib o'tilgan. Endi ozgina komissiyalar haqida. Blacksprout, AMG, SolarSide har bitta shartnomadan olinadigan komissiyaning umumiy summasi 2% ga teng. Men resursimdan progressiv komissiya shkalasi joriy qilgan 200 million rublgacha bo'lgan bitimlardan 5%, 200 million rubldan 2 million rublgacha bo'lgan bitimlardan 3%, 2 million rubldan katta bitimlar maydonchada summani 1,5% ni oladi xolos. Buni Rudark bozoridagi katta o'yinchilar uchun raqobatchilarnikiga qaraganda ancha manfaatli taklif desa bo'ladi. Bu videoni montaj qilgunimizcha komissiyalarni yana ham qulay va arzon ko'rinishga olib keldik. 100 million rublgacha 5%, 200 million rublgacha 4,5%, 500 million rublgacha 3,5%, 1 million rublgacha 3%, 2 million rublgacha 2%, 2 million rubl va yuqori bo'lsa 1,5%, 4 million rubldan oshsa bor yo'g'i 1%, Alfa PFP uchun komissiya 6% ni tashkil qilib. Tan oling, shartnomalar summasi 2 millionlik chegaradan sakrab o'tgach, foydaning har bir foiz ulushi ham shundoq seziladi. Rossiyada xohlagan narkokartelning daromadi mana bunaqa o'lchov bilan hisoblanadi. Kontrabanda oynasini sotib olish, bu yoqdagi mexanizm xuddi 20-asrda Nyu-Yorkdagi Wall Streetdagi qora birjani eslatadi. Kim ulgursa o'sha yutadi. Rossiya shaharlari bo'ylab logistika tashkil qilish, o'z tarmog'ini Vladivostokdan toki Kaliningradgacha yoyishni xohlamaydigan kartel xo'jayini emas. Lekin buning uchun kuryerlar kerak. Ularni qayerdan topamiz? Xohlagan marketplace yoki do'koningizda kuryerlarni ishga olish haqida ko'plab e'lonlarga ko'zingiz tushadi. Shartlar oddiy. Garovga pul qo'yasiz, A punktdan yuk olib B punktga yetkazasiz. Kuryer yurgan har bir kilometr uchun qat'iy belgilangan stavka bor. Bundan tashqari qo'yilgan garov puli miqdori ham oddiy kuryernikiga qaraganda 10 marta, 100 marta yuqori. Qo'pol qilib aytganda Sankt-Peterburgdan Qozonga 50 gram yuk tashimaysiz-ku. Yuklar 1 kilodan boshlanadi. Sintetik mahsulotlarning turlariga ham bog'liq. Metadon, mefadron, alfa, MDMA yetmaganiga marixuana yetishtirish, laboratoriya yoki growing tashkil qilish, ochig'i tavakkal va katta xarajat talab qiladigan juda ham xavfli ish. Kartel binoga, uskunalarga, kerakli materiallarga sarmoya kiritadi, xodimlarga oylik to'laydi. Ish oxirida bo'lsa, birinchi qo'ldan tayyor toza mahsulot oladi. Undan keladigan foyda esa tashkillashtirishga ketgan xarajatlardan karrasiga yuqori bo'ladi. Chakana savdo. Agar oldinlari kechasi ko'ngil xushlik uchun chakishga bu narsa topaman deb yon qo'shningiz bo'lgan dillerlarning raqamini topish maqsadida uni taniydigan odamni qidiradigan bo'lsangiz, bu yog'iga endi hammasi sodda va xavfsiz. O'zingizga yaqin do'konga xaridlarni rasmiylashtirib, buyurtmalaringiz haqidagi ma'lumotlarni olasiz. Shu ozginagina gashish issiq o'lkalarda ishlab chiqarilib, siz kutgan deraza tokchasiga kelguncha qancha yo'llarni bosib o'tgan. Aynan shu etapda chakana kuryerlar ishga kirishadi. Ular bitta berkitgan kladlarga kelishilgan stavkalarni olishadi. Qabul qilingan master kladlarni kichkina pozitsiyalarga bo'lib chiqishadi. Lekin chakana savdodan qanaqa foyda keladi? Juda ham soqqali deb aytolmayman. Kartel xo'jayinidan 300 mingga sotib olingan 1 kilo gashishni shahar bo'ylab jo'natishadi.
1 gramiga 300 rubldan to'g'ri keladi. Do'kon vitrinasidagi narxi allaqachon 2000 rubl yoki undan ham qimmatroq. Ko'rirish haqqi 600 rubl bo'ladi va sayt komissiyasidan 100 rubl skidka qilib bersa, shunda 1000 rubllik umumiy xarajatlarni fonida kartel xo'jayini 1 grammdan 50% sof foyda oladi. Bunaqalarda soni minglab topiladi. Aniqki, tajribali tadbirkor doim yo'qotishlar foizini oldindan hisobga oladi, lekin oxirida baribir qanaqadir kattagina summa paydo bo'ladi. Ko'pchilik do'konlar tomonidan xodimlarni ishga taklif qilayotganda boylik, dabdabali hayot va'da qiluvchi reklamalarni ko'rgan. Hatto ular bizani ham charchatib yuborgan. Agar va'da qilingan yoki hozirgi real summani ko'rib chiqsak, umuman olganda do'konlar aldamaydi deb aytolmayman. Lekin bunga yaxshigina mehnat qilish kerakligini ham hech kim yozib qo'ymagan. Xo'sh, kelajagi bor do'kon xodimlari o'rtacha qancha topishadi? Keling sindikatni hamma ishtirokchilarini ko'rib chiqamiz. Kuryerlar bir oyda o'rtacha 50 mingdan 600 ming rublgacha ishlashadi. Omborchilar 600 mingdan 1 million rublgacha. Yuk tashuvchilar 500 mingdan 3 million rublgacha, groverlar oyiga 300 mingdan 500 ming rublgacha pul topishadi. Endi masofadan turib ishlaydiganlar oyliklari. Birinchi bo'lib, do'kon operatorlari oyiga 80 mingdan 100 ming rublgacha plus 50-100 ming rubl mukofoti ham bor. Operator kuratorlari belgilab qo'yilgan oylikni olishadi, bu o'rtacha 250 ming rubl. Do'kon administratorlari oyiga 600 mingdan 1,5 million rublgacha maosh olishadi. Ularning o'rinbosarlari esa oyiga 300 mingdan 600 ming rublgacha. Do'kon egasi bir oyda qancha kerak bo'lsa shuncha oladi. Ko'pincha bu summa oyiga 50-60 ming dollarga teng bo'ladi. Ko'rvozki raqamlar unchalik ham osmondagi raqamlar emas. Blogerlar, IT mutaxassislari, boshqa sohadagi malakali mutaxassislarni ham shunga taqqoslasa bo'ladigan darajada pul ishlab topishadi, agar ko'proq bo'lmasa. Afsuski boshqa statistika ham borki, bu sohada ishlagan har 10 kishidan 9tasi panjara ortiga yo'l oladi. Bu ishda muvaffaqiyat qozonish yuqori intellekt va o'ziga yarasha tavakkalchilikni ham talab qiladi. Bunaqa xislatlar uyg'unligi bo'lsa, hamma odamda ham topilavermaydi. Pullaringizni qonuniy biznesga tiking, vaqt eng katta dushmaningizdir.